20 million naqd pul beraman buva. Moshin qarang endi men ko'rgan narsamni aytishim kerak-da. To'g'ri. Moshin polni kraska. Buva, polni kraska. Keyin ikkita arqa tomon farchi qo'yilgan. Blomba degan narsa yo'q arqalari. Ikki tomon ham arqa krilosi farchi bilan shunday kesib qo'yilgan. Qo'ygandir biz 500 dan berib beraman. Ya, endi Qo'ygandir egasi. shunday bo'lganda moshin. Uni sizdan olib kimgadir to'g'risini aytib berishim kerak-da. Misol men mashinani oldim, kraskasi qayerga aytib berdim. Olgan odam shtobi bilib olgani yaxshi. Shunday. Mashin soni strambular, motori asta yoqqa kelyapti buva. Bu birinchi xarajati. Polni kraska 20 million yaxshi so'radim lekin. Necha pul bo'lsa beraman deyapsiz. Bojon aytib ko'raman, kimgadir muhim bo'lsa oladi. Xo'p, shuncha bo'lsa bera olaman, balam deb ochiqroq qilib aytingchi. Aytib ko'raman, bu yerdan kimdir olsa olsin buva. Chekkacha keldingiz. 300 bo'lsa beraman. O'zim. Bo'lmasa 20 millionga bir ishta yaxshi qo'yib bermay. Qo'ying, mashin xudo xolasa bir ishlab tursam yana 1 yildan keyin yaxshi oylik olsangiz kelsangiz bitta mashin beraveraman. Oylik o'ziga ham. Menga bir tikka olib berasiz qachondir. Tikka 5 million 6 million nari bo'lsa. Bir oylikka tikka beradi hozir. Lekin mashinlar narx taylagan. Otam mana shunday narxlar sal pastga ketgan. Endi o'g'illaringiz balkim qo'yib berar, qo'yib bermas, Instagramdan ko'rib borsangiz, hozir men 20 million so'radimki buva. Ko'rsangiz, buni hozir 20 million so'radimki buva. Juda zo'r narx so'radi. Yoshingizni hurmat qilgan holatga zo'r narx so'radi. 2002 soni strambular, polni kraska, ikki tomon arqa farchi qo'yilgan, usletrlar qo'yilgan. O'zi bu narx olmaychi edim. Men sizni hurmat qilib 20 million so'radim. To'g'ri kelsa bering buvajon. Xo'p. 30 million bo'lsa beraman debdilar. 2002 ko'ringlar akalar. Kimga mumkin bo'lsa Nexia 1 2002-yil soni strambular, polni asijit bo'lgan 30 million bo'lsa beraman debdilar ekan. Bu ham oladigan bo'lsa ko'rsin. Bu bir 5 minut turib turing bo'lmasa. Oladigan bo'lsa ko'rsin, bo'lmasam Ha, shu. kelsa yana bir endi sizni xafa qilmay jo'natayapman bu. Shuncha hurmat qilibsiz. Buni men sotganman bunga. O'g'lingizga? Ha, men bir koronavirus bilan dori pora kerak bo'ldi, bunga sotib yubordim. O'zim bir tikka olaman deb mol pora qiladim. Agar tikka kelib qolsa 5 millionga olsam bu, sizga shunday padarka qilaman, labzlab. Telefon ham qildim sizga. Pulingiz ham kerak emas, shunday padarka qilaman. Telefon ham qildim, bir tikkani Chandirdan kelgan ekan sizlarga. Yana bir tikka kelgan. Endi Shona bilan gaplashgandingiz, o'zim bilan gaplasha olmagansiz. Lekin bu sizga yozdirib qo'yaman. Qayerdan sizniki? Majinodan. Jinodan. Hamma ko'rib turadi. Bir tikka olsam, Jinoli bir buya va'da qilganman deb sizni shunday chaqirib berib yuboraman. Pulingiz kerak emas, xo'p? Duoga bo'lasiz faqat. Meni dori pora kerak bo'ldi, sotib berdim. Joni sog' bo'lsin bu.